Do'stlar oramizda baliq tutishga qiziqadigan do'stlarim bormi? Mana bugun Qorol shahrimizda men murun ko'rib o'tgan boshqacha bir jangi do'konda ochilishına kelib qoldi. Baliq tutishlikka kerakli bo'lgan hamma asbob uskunalari, qarmoqlarimiz, yemlari, hamma zapchaslari bilan qarmoqlarimiz ham har xil turda, kattasi, kichkinasi, arzoni, qimmatda, hattoki professionalni qimmat qarmoqlarimiz ham zo'rlarini assortimentga olib kelib qo'ygan ekan. Bu yerda yemlari, hozirgi zamon baliqlariga ham vobshe bas ekan, o'limidan oldin mazali bo'lgan ovqatlar bu yerda fruktli, asalli, har xil yemlarni ham o'zimizdan topib, bu yerda shunaqa makka desanglar, makkalarni xullas ko'rib nima kerak bo'lsa, hammasini o'zimizdan topib ketsanglar bo'ladi. Shu kungacha men baliq tutishga misol shaxsan umuman qiziqmayman, vobshe zerikarli deb o'ylayman. Lekin buni o'zini vobshe fanatlari, ishqibozlari bor ekan. Qorasuvdan turib sizlar aynan O'shga istab boradigan apparish degan qurtimiz bor ekan. Do'stlar, buni hamma taniydigan aynan apparish degan qurtlarimiz ham turlarini xaldenlarga solib qo'yamiz ekan. Do'stlar, kelib bemalol katta assortimentlar bilan aynan qayirmoq baliq tutishga qiziqqan do'stlarimizga mana bugun Qorol shahrimizdan zo'r yangilik ustiga kelib qoldi. Do'stlar, bundan tashqari biz yangi ochilgan do'konimizda qanday tovarlar bor degan do'stlarimizga mana Birdevor qo'shni banisamiz ichida raddom bor ekan. Raddomga taniq bo'lgan tovarlarimiz ham katta assortimentlarda. Bundan sirtqari bizga aynan travma olib kelgan do'stlarimizga shunaqa ortopedический tovarlarimiz ham turlari bor ekan. Misol poste gipsdan keyin qo'llarimizga mana uyatsan ko'rsatib berdi, oyoqlarimizga, hattoki qo'li singan do'stlarimizga mana bunday qo'l qoplari, barmoqlarigacha, bundan tashqari manaqa bellarni to'g'rilaydigan hamma shunaqa ortopedический tovarlarimiz ham katta assortimentlar olib kelib qo'yishgan ekan. Xo'p, endi yangi to'ralgan boboktorimizga deydi, mana raddomda oldida so'skalarimiz ham shu bolajonlarimizga, chaqaloqlarga tegishli hamma tovarlari va bular endi yasli yangi tug'ilgan jijilarimizga shunaqa sut idishlarimiz ham hammasi, hattoki pamperslargacha. Kelib mana yangi ochilgan do'konimizdan xarid qilib ketsanglar bo'lar ekan. Mana Birdevor qo'shni bo'lib joylashgan raddomimizdan chaqaloqlarimizni artib ketish xizmatlariga kerakli bo'lgan mana bunday podarishni holatda mashinamizni bezatish uchun sharlarimiz, mana bunday paqildoqlarimiz, bundan tashqari "Любимая, спасибо за дождь" degan shunaqa yozuvlarni ham o'zimizdan topib mashinalarga choplab olsanglar bo'lar ekan. Xo'p, yana nima deymiz bu yerda? Iyatsiz bu. Xullas, mana ayollarga ham tegishli hamma narsalarni o'zimizdan olib chiqib ketasizlar. Telefon nomerlarini aytamiz: 0552 bilan 50 2300, 0552 50 2300. Do'stlar, o'sha nomerlarga yengina qaylasa, Bezfuqatnoyda har kuni kelaverasizlar ekan. Bizni to'liq adresimizga keladigan bo'lsak, aynan Qorasuv shahrimizning sentri, bu yoq O'shdan glavniy yo'lda tushib kelganimizda, Sitabordan so'l joqqa Qorasuvning katta больницasi, uga naproti joylashgan milisaxonamiz, milisaxonadan Astanovkamiz bor ekan. Astanovkani oldida Shirin degan jangi ochilgan marketga endi naproti joylashgan ushbu bobok do'koni, bo'lmay qolsa baliqchilik do'koni ushbu do'konimizda. Assalomu alaykum, hammalarni kutib qolamiz. Bu yoqni ko'rsating, aynan baynisadan o'tib turib, Moncho bayni, ya'ni prezga yetmasdan Astanovka rovdiga naproti joylashgan ushbu yangi ochilgan do'konlarimizda shunaqa katta assortiment va neobычный tovarlarimiz bilan hammalarni kutib qolamiz.